Assalomu alaykum internet kuzatuvchilari. Mana navbatdagi kataylarni sizlarni tanishtiramiz. Qush katak, tovuq kataklarimiz bilan. Bu 3 ta qush katagimizda razmeri uzunligi 1.10, eniga 90 cm, balandligi 1.70, 1.80 ga boradi. Bu ikkitasi bir xil razmerda, ko'ki sal kattaroq razmerda. O'rtishkalari ochiladi. Don suviga tortmalari chiqadi. Tortmantada setkasi ham bor. Kattaroq eshigi ham bor. Mana ichida daraxtlari bilan. Yaxshi. Bu ham xuddi shunday tortmalari chiqadi. Ichida daraxtlari bor. Mana ko'ki ham juda chiroyli chiqqan. Buni ham tagida tortmasi chiqadi. Buni ham daraxtlari bor. Buning razmeri uzunligi 1.30, eniga 75 cm, balandligi 1.80. Bu katagimizda esa tovuqqa mo'ljallangan bo'lib, uzunligi 2 metr, eniga 1 metr, balandligi ham 1 metr. Ikkiga ajratib qo'yilgan yerli varianti. Bu katagimiz uzunligi 2 metr, sandig'i bilan 2.30 ga boradi, balandligi 1.30, 1.40 ga boradi. Ikki xonali, bu tomonda cho'jaxonasi bor, yonida eshigi bor. Bu katta tovuqlar uchun yonida ikkita xonada tuxumxonasi bor, yonida eshigi ham bor, ikkita alohida. Bu katagimiz ham uzunligi 2 metr, bo'yi sal balandrog'idan. Bir xonali, ikkalasini bir kishi zakaz qilishgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, 94 kodi bilan 177 33 15 raqamiga telefon qilaverasizlar. Manzilimiz Namangan viloyati 3 tuman Jidatepada joylashgan.